Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun mana 2026-yil fevral oyining oxirida turibmiz. Xudo xolasa mana 26-fevral ekan. Visel yil paymant aylarimizni qalamcha qilishni boshladik. Xudo xolasa mana shu holatda mana kesib chiqyapmiz. Bu visellarni Denovo Agrodan olgan edik bir paytlar. O'tgan yil olib mana giloslarini paymantladik. Mana paymantni kesgan joyidan bu tashlab olmasdan qalamchalarni o'tgan yil qalamcha qiluvdik mana bularni. Mana bu yil avgustda paymant qilgan edik o'tgan yil. Buni yana mana hozir kesdik. Gilozlari qoldi, mana salafanlari bilan turibdi. Mana endi bularni hozir yana qalamcha qilyapmiz. Mana shu holatda mana hammasini qalamcha qilib, visel qalamchalari xudo xolasa mana shu holatda. Yomg'ir yog'yapti bugun. Mana hozir buni karnivinga solib bir kun, 2 kun issiq uyga olib kiramiz. Strechga o'rab, xudo xolasa ko'paytiramiz. Mana shu visel 1 yilda o'sgan, mana shu qalamchasidan chiqib 1 yilda o'sgan holat mana. Yangi navlarimiz kelgan, xudo xolasa hammasini shunga paymant qilamiz. Bu maydalarni ham mana tashlab olmasdan alohida bitta pachka qilyapmiz. Buni ham ekib ko'ramiz. O'tgan yil bitta xato qilgan ekanmiz. Yerga salafan solib ekuvdik. Ko'pi mana tagidan chirib qoldi, ildiz chiqarmasdan. Yarmi ko'kladi mana shundan. Mashlar hammasi qalamchadan ko'paygan. Endi bu yil xudo xolasa ochiq dalaga ekamiz. Salafan solmasdan. Hozir buni karnivinga solaman men. Keyin ko'chat qilamiz. Mana shu qopdagi tomiri ham bor, xudo xolasa. Tomiridan ham olib kelganman. Tajriba qilamiz, xudo xolasa hammasini shu holatda kesib chiqyapmiz mana. 25-30 qilib mana. Hozir buni tomirini solib, suvga solib, 1-2 kun issiqxonaga qo'yib ko'paytiramiz. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar.